Assalomu alaykum do'stlar. Chugunni zadeshkani oqsoqda ko'rsangiz. Mana chugunni zadeshka. Chugunni xo'sh qanday oson svarka qilamiz. Hozir ana shu haqda video chaqib beramiz. Mana hozir zadeshkani noto'g'ri tortgan, hozir chiqqan zadeshkalar sal yuqoriroq chiqqanda, endi oldingi sovetnikida emas. Soyuzda emasda bular. Keyin bolt bilan tortib o'rgandan keyin jil olganman. Tamom. Brak, yangi zadeshka brak. Xo'sh, mana 200 gradus qizdirish kerak. Svarkadan oldin, svarkadan keyin yana 200 gradus qizdirish kerak, qumga ko'mish kerak, latte o'rash kerak deymizku. Endi ular to'g'risi bilmayman nima to'g'ri keladi, men olimdan chiqqan yo'q shunaqa narsa. Mana oddiy svarka qilib ko'rsataman, buni quyib ishlatdi ham egasi. Почистим, потом заварим. Bunisi qaytarib olib keladi, pul bergan. Qarab turing, o'zi nima qilishni ko'rsatib beraman. Oddiygina pol avtomatga svarka qilib ko'rsatib beraman. Xo'sh, mana shunday qilib mana ko'rsatib beraman. E'tibor qilsangiz, internetga shunaqa video ko'p. Birinchi noto'g'risini ko'rsatdi, buni qilinmaydi deyapman-da hozir. Mana endi 8 minutlik videocha 8 minut mana ko'rib bo'lmaydi to'g'risi. Ishga e'tibor qilib turing, chiroyli qilib hammasini fakslamini ko'rsatib beraman. Shunaqa narsa oldindan chiqsa qo'rqmay ishlab bilasiz. Endi hozir mana bu zadeshka agar bu o'zi 2 million yo 3 million turadigan bo'lsa, boyagi qovun svarka qilib bergancha bu metalni qizdirib turib bo'lmaydi-da, masalan mana temperatura deb turish kerak-ku, uni puli o'zi mushoq qarab ketib qoladi. Biz svarka qilganimizga pul beradi, shu uchun keladi klient. Sizlar ham shunaqa narsani ko'rsatib beraman oldindan chiqsa. Mana shunday qilib ishlasa bo'laygan deysiz-da, qarasangiz, oddiygina qilib videocha qo'yib beraman. Bugun naqqa men video chiqaraman, to'g'risi unsi ana ularni mana bularni uzib tushib ketadi, yilim tushib ketadi deydi. Mana to'g'risi texnikalarni ham bir xil juda bir nozik joylarni svarka qilib beraman. Ana bunday qilmabsiz, aka, bunday qilmabsiz, ufor berish kerak edi. Yo'tallarda u texnika ishlansa bo'lmaydi, yuraveradi. Xo'sh. Qarang, chiroyli tozalash kerak, faska ochish kerak mana. Arasi ochiq. Bemalol 4 lik elektrod o'tib ketayotgan olish kerak. Chugun o'rta chugun qolsa, siz svarkangiz yoriladi. Bu tomonga balgarga bormaganim uchun ichidan ochdik. Buni daladan ochib tashlaymiz. Xo'sh. Ketdik. Svarkani boshlaymiz. Svarka. Xo'sh, mana hozir boshladik, qarang. Nima qilyapmiz? Xo'sh, bugunni qaynatmaslik kerak. Dona svarka qilsangiz juda ham zo'r chiqadi. Endi birdan qo'yib ketsangiz, chugun qaynaydi-ku, mana aralashib o'tib ketadi-da, keyin o'sha tresheniyacha paydo bo'ladi. Buni bir sav qishga topib olganman. Chugun nasoschalar tiqilib ketdi-da, o'shandan qolgan bu narsani bilgan. Endi sizlar bilmayman qanaqa bo'lgan. Argondan ham oson, elektroddan ham pol avtomat shunagina chiroyli svarkacha bo'ladi. Avval mana pol avtomat yo'q edi mana bu. Kantachka deymiz, mahalliy tilga kempingda o'zi bu. Kempomat. Yo'g'ida mana shunaqa chugunlar bo'lsa, uning 1355 elektrod bilan ham svarka qilardim-da, mana shu texnikani bir xil joylarini. Xo'sh, mana shopga qarang, ana. Normal. Yana ochib ketaveramiz. Tars bo'lib turishini bermaydi-da. Dona qo'yish kerak. Chugun o'sha qiziganini sezmasa bo'ldi. Mana. Ustiga ham chotka, utichka ham qolmaydi. Mana bu yerda ham ochib yuboramiz-da, pastga qilib. Quyib yuboramiz. Xo'sh.
ko'rsatib berayotgan videomiz agar sizga foydali bo'lsa, mehnatimizga bitta like bosib, kommentariy fikrlar qoldiring. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna qilib qo'ying. Xo'sh. Bundan qiziq videolarni yana ko'rsatib beraveraman. To'g'risi bizlarning o'z 50-60 dan ziyod svarchilar, brekda ishlarimni qilib ko'rdi. Bola hech qaysi la'nat aytgan, rahmat aytibdi. Endi ular ham katta svarchik, mana men qilayotgan ishni qilmaygan, ko'rsatib bergandan keyin gap yo'q deyapti. Xo'sh. Kanalimizni qo'llang. Поддержка deydi-ku, поддержка. Yana boshqa teramiz. Xo'sh, ichiga kichkina bolgargacha kiradi. Hozir mana shu chiziqda bir tozalab o'tib, shilib oldim tosh bilan. Ichiga ham aylantirib quyib chiqamiz.